Kel, hormang, yaxshimisiz? Shu kastimni yuvib bering. O'zingiz yuvsangiz bo'lmaydimi? Jonim ham tegdingiz lekin. Bu kelin 2 kunda uyingizdan ketib ko'chirtilyap. Alo, opa yaxshimisiz? Ha bir o'ya kelib ketirgan bittasi o'zidan ketib o'tiribdi. Yaxshi. To'xtang mayqa. Dadama nima deding sen? Hech deganim yo'q. Ammamga telefon qildi. Hozir ammam kelsa yirtadsan. Menga qarang, hammangizdan qo'rqgan joyim yo'q, haymi? Qoching elimdan. Ko'ramiz-da, men bilmadim endi hozir kelsinlar qani. Underground, bro. С одной головы соседина весь. Opa jonim xalaskorim keldi, keling opa. Amma, qandoqsiz? Amma shu qilig'ingiz hech qolmaganda siz. Salam katta bachcha bo'lib qolibsan-a? Kanishni o'ylandim-ku. Dadang qani? Sherda-tilar. Chop-chop qilib kel. Qarang. Yaxshi keldingizmi opa? Nima problema? Problema shu, Zokirjon o'ylantirgandim. Kelin ozgina qolibidan chiqib ketgan. Shuni qolibiga solib bering deb chaqirdim. Shumi problema? Ha-da. Nosing bormi? Nos abbo. Men. Endi kelin o'ylam. Jimi? Ishongan hammangiz shumi kichkina liliputcha? Sen ammam kichkina deyman, burgan kichkinasi ham o'n cho'qadi. Yo'q. Ha, ten bo'laman qamalib chiqqan. Nima bilib qamalib chiqqanlar? O'tgan yili onam dadam qatishtiradi. Kelladan param onam kellasini nur yemay tiqdilar. Keyin ozgina qamal keldi. Qamalam bo'lsa men yana nima qo'rqigan joyim yo'q. Sen qisdan moz ko'ramiz. Kelin, beri keling. Samonlan olishing men bilan. Xotin kirma. Boshlandi, bacham. Menga qarasan, o'zing ham bitta boshqa xotin qidiraver. Nima, balkim urmaslar. Yo, urmay tep o'tdi u. Aniq ibi chang chiqdi uyda. Usse! Tayyor. O'ltirganing sen, menga qara, aytdim men sen ammam bilan o'ynashma deb. Turiningdan, vel murdasha, yirtamanmi shara. Opa katta rahmat. Yo'q demasdan keldingiz. Bu xizmat haqi qancha bo'ldi? Jigalaga tekin. Agar kelinlar yana problema savdovat qilsa, meni chaqirasan. Bo'ldi opa. Yaxshi boring. Dadajon, choy olib keldim. Kallani samonni qoqishingizdan chiqdi-da kelin. Boshingiz samondan bo'lsin. Dadajon, kiyimlaringizni hozir yuvib qo'yaman. Kechqurun manticha ham qilib qo'yaman. Ana. Opam bu kelini ayos 20 oltiribdi-da, prashkacha yangi bo'libdi. Ana shunday bo'lar keyin qaytib menga tirishmang.